Odamlarda har xil savol tug'ilyapti. O'zi gofri yong'indan himoya qiladimi, yo'qmi? Kelaylik, shu narsani po faktu ko'rib chiqamiz. Mana o'sha PVS kabel, buni ichiga tiqamiz. Ikki xil uslubda yoqamiz buni. Ham tekshirib ko'ramiz. Mamdora o'sha. Mana oppoq yaxshi ko'rinadi. Bu ham PVS, shunchaki o'rtasidan kesganman bitta kabellar. Mana bosim bilan yoqaman. Videoni ham bor, montaj qilmasdan shundayligicha joylab yuboraman. Hech qatini kesmasdan. Mana shunda o'tir. Misli yo'qmoqda. Endi buni tekshiramiz. Endi gofra bilan qo'shib yoqaman. Gofra bilan qo'shib yoqaman hozir. Tutunga rozi bo'ldi. O'chib qoldi, ko'rdinglarmi? Ichida ximik reaksiya kirishib, maxsus zaharli tutun chiqyapti deb o'chiradi. Mana ishonmasanglar, yana ustida izolyatsiyasi ochilib ketdi hattoki. Yana yoqaman. Mana shu joyda yonyapti. Ichiga o'tyaptimi? Gofraning ichiga yaqin ham kelmayapti, to'g'rimi? Shu tozda qolib o'chib ketyapti. Yana sizlar guvohligingizda. Gofraning ichiga o'tyaptimi, yo'qmi? Mana o'zingizlar guvoh bo'linglar shu narsaga. Pustoy gaplar bilanchi foydasi yo'q. Hamma narsani amaliy natijasi muhimroq. Mana buni yana yoqaman. Yonib turibdi. Kabel tag'idan muzlab qo'ydi. Buni yana yoqing. Gofrasiga qo'shib yoqing. Agar video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, izohda fikringizni qoldiringlar. Kimdadir shu gofraga shubha bo'layotgan bo'lsa, videoni jo'natib qo'yinglar, kerakli javob olishadigan umiddamiz. Video yoqqan bo'lsa, rahmat sizlarga.